Chevrolet Tracker 2026 modeli zamonaviy SUV bo'lib, uning dizayni yo'lga chiqqan zahoti e'tiborni tortadi. Yengil egri chiziqlar, keng panjara va sport uslubidagi elementlar birgalikda uni jozibali qiladi. Bu avtomobil shaharda ham, uzoq yo'llarda ham bardavom ishlashi uchun yaratilgan bo'lib, haydashdan zavq olish, qulaylik va amaliy funksiyalarni birlashtiradi. Ichki makon juda keng, yo'lovchilar uchun yetarli bosh va oyoq uchun joy mavjud bo'lib, uzoq safarlar davomida ham qulaylikni saqlab qoladi. O'rindiqlar sifatli materiallardan tikilgan va ergonomik shakl bilan jihozlangan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilarga qulay dam olish imkonini beradi. Markaziy konsolda joylashgan sensorli ekran orqali multimedia tizimini boshqarish juda oson va bu tizim Bluetooth, Apple CarPlay va Android Auto kabi funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun siz sevimli musiqangizni tinglashingiz va navigatsiya, yo'naltirishni ishlatishingiz mumkin. Tracker 2026 modeli dvigateli samarali ishlashga qodir bo'lib, past yoqilgi sarfi va yuqori moment bilan shahar tirbandliklarida ham, ochiq yo'llarda ham silliq harakatlanadi. Avtomatik uzatma qutisi tezlikni oson o'zgartirish imkonini beradi va bu haydovchiga yo'l holatlarini tezda yengib ochishda ishonch bag'ishlaydi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi. Shuning uchun yo'l sharoitidan qat'iy nazar, salon ichida jim va qulay muhit saqlanadi. Rul boshqaruvi aniq va barqaror bo'lib, har bir burilishda to'liq nazoratni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari bu modelda yuqori darajada bo'lib, ABS tizimi, barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari kabi elementlar bilan jihozlangan. Parkovka datchiklari va orqa kamera tor joylarda to'xtashni ancha osonlashtiradi va bu sizning kundalik hayotdagi xavfsizlik darajangizni oshiradi. Mustahkam karosseriya tuzilishi zarba vaqtida yo'lovchilarni himoya qiladi. Bu esa oilaviy sayohatlar uchun juda muhimdir. Bagaj bo'limi yetarlicha katta hajmga ega bo'lib, dam olish asboblarini yoki katta yuklarni osongina sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali siz yuk joyini yanada kengaytirishingiz mumkin. Bu esa transport imkoniyatlarini yanada oshiradi. Iqlim nazorati tizimi haroratni ideal darajada ushlab turadi va yo'l bo'ylab qulay dam olish imkonini beradi. Videoni tomosha qilayotganda barcha imkoniyatlarni diqqat bilan ko'ring va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni eng so'nggi avtomobil sharhlari, texnik tahlillar va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Rahmat tomoshabinlar sizning qo'llab-quvvatlashingiz uchun.